Assalomu alaykum, hurmatli Baxmal TV kanalining obunachilari, hurmatli do'stlar. Mana shu otimiz sotiladi. Batafsil ma'lumot berib o'taman. Shu ot haqida videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirib berasizlar do'stlar. Bu otimizga keladigan bo'lsak, bu otimiz yoshi 6 yoshar. 6 ga kirdi. Ulog'i bor do'stlar. 100%. Ko'rib turibsizlar holatini. Oldinga ishlaydi asosan. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari 1.70. Bo'ylari 1.70. Yuvosh do'stlar, qilig'i yo'q. Kelib chiqishiga keladigan bo'lsak, Jizzax Ingliz Bahodir akaning qo'rasidan chiqqan ot bo'ladi. Arqalarini o'qinglar. Manzilimiz Samarqand viloyati Jomboy tumanida joylashgan. Telefon nomerlarini pastga qadab qo'yamiz. Bo'lmasa mana o'zim aytib beraman. 94lik 445 46 92 raqamiga aloqa chiqaverasizlar do'stlar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $10,000 deyapmiz. Kelishadigan joyi bor do'stlar. Oladiganlar aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Mana videoni oxirigacha ko'rib, otga bemalol baho berib, o'zlaringiz xulosa chiqaraverasizlar. Yana bitta nomer aytib qo'yaman. 93lik 232 57 15 raqamiga aloqa chiqaverasizlar. Kelishadigan joylari bor do'stlar. Chap. Ot sog'lom. Yeb ichishi hammasi joyida. Ulog'i bor. Otni ko'rib, bemalol baho berib, xulosa chiqarib ko'raverasizlar. Like bosib qo'yasizlar do'stlar, kommentariyaga qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, savollaringizni yozib qo'yaverasizlar. Yugurishlarni ko'ryapsiz. Hammasi zo'r. Ideal holatdagi ot. Ot olaman degan tanish bilishlarga ham shu videoni yuborib qo'yasizlar do'stlar. Zora foydasi tegsa, Yoshlar. Ben Nariyadan ko'rma. Oldu mu?